Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Mana bugun teplisdan ko'rsatmoqchiman. Oynadan bo'lgan teplisi. Profildan qo'shgan. O'xsham. Teplisdan ichi mana shu holatda bo'ladi hozir. Mana eshiklari. Suriladigan qoplar. Teplisdan ichiga shunaqa gretkan qilishga topli pol qilishdi. Teplisdan ichiga. Mana topli pol qilishdi. Hozir bunaqa setga tashlab, setga. Shunga topli pollar aylantirishdi, mana topli elektrik kabel deydimi, shunaqa. Aylantirishdi. Mana shunaqa holatda bo'lyapti endi hozir. Endi buni ustidan hozir biz 10 cm qum tashab, yana tramofka qilib bir marta. Keyin yana setga tashab, yana 10 cm qum tashladi. Mana shu holat keladi. Bundan 20 cm past turibdi kabel. 20 cm past turibdi. Hayvon daroshkaga ham bor. Kabel oyoq ketgan, bo'sini. To'nga tashlamagan, to'nga tashlamagan. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz teplisani ishlarini tugatdik. Option. Tak, teplisa mana shu holatda. Mana torf cho'rni zemli deydi. Qora qumlarni tashab managa bo'ldik. Burchaklarni ham urib bo'ldik mana. Burchaklari juda ham chiroyli holatda bo'ldi mana. Buni ko'tarib qo'yishdi ular. Mana shunday qilib ko'tarib qo'yishdiki, pastga egilib ishlab o'tirishmaydi bu yerda. Mana hozir ko'rsataman, mana shu burchakning ustidan 30 cm baland. Option. 30 cm baland bo'lyapti. Agar kimniki teplisi qiladigan bo'lsa, mana shu holatda qilsa, rosa chiroyli bo'lar ekan. Burchaklarini qilib beramiz, mayli. Mana bu yerda gresh kabel bor. Mana bu tomonda. Qara gretka bo'lsa, gresh kabel tashalgan. Qishda ham isib turar ekan. Shunaqa deyishyapti hozircha. Mana aka. Daroshkada yo'q. Daroshkada yo'q. Faqat ana shu torf tashalgan joyda bor, gretkalarda. Bitta qo'shiladi. Issiq turadi, isitib option. Tak, mana bu yerda kabelni joyini tashlaylik, turba, mana kabel. Gresh kabel ancha kelyapti. Bilan ulab, zaburlanib ketiladi. Elektrik keladi. Mana bu tashqari tomondan, mana bu yerda bochka turadi, tashqarida bochka turadi-yu. Keyin mana bu yerga ishlarni tiqib, mana turbadan, bu yerdan chiqizib, bu yerdan polyot qilinadi bemalol. Shunaqa holat. Teplisamiz ana shunaqa holatda bo'ldi. Agar kimgaki yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yingizlar. Yana boshqa ishlarimizni videosini chiqib turamiz. Mana aka. Juda ham chiroyli.